Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ovozimiz eshitilyapti degan umiddamiz. Sizga ajoyib bir manfaatli video tayyorlashga harakat qilamiz. Bugungi mavzuyimiz turli xil mavzularda, turli xil kasalliklar haqida bo'ladi. Bunga kerakli o'simliklar, malhamlarni birma-bir aytib, suhbat o'tib ketaveramiz. Savollar bo'lsa, bizni kommentariyaga qoldirsangiz, Xudo xolisa vaqtimiz yetgancha javob berishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda qon miqdori kasalligi bo'yicha kerakli sharbat malhamlarni aytib o'tamiz. Asab va qon miqdoriga foydali bo'ladigan o'simliklardan biri bu zafaron, ya'ni shafron o'simligi hisoblanadi. Bunda choy damlab ichishingiz mumkin. Oldingi videolarimizda ham aytib o'tdik. 5-6-10 dona barchasini olib 1 litrlik yoki yarim litrdan ko'proq 600 ml choyning ichiga solib, qaynoq suv solib, issiqroq vaziyatga bo'lganda 1 choy qoshiqdan 2 choy qoshiqgacha asal solib, toza asal bo'lishi kerak. Shuni choy ichsa ham asab, ham qon miqdoriga ham yaxshi foydali va jigar uchun va ko'z uchun, zirina uchun yaxshi foydali choy hisoblanadi. Oddiy uyda ham buning uchun alohida retsept olib tayyorlash shart emas. Sodda choy, lekin ta'siri yaxshi, kayfiyatni anchagina ko'taradi va insonga xushnulik baxsh etadi. Sahar uchun, ya'ni qandli diabet uchun kerakli giyohlarni va kerakli soddaroq yig'malarni aytib o'taman. Buni bironta varaqcha olib, daftar olib yozib olsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi va foydali bo'ladi degan tilakdaman, umiddaman. Xo'p, birinchisi sahar uchun sirka, olma sirkasiga, deylik 100 gram olma sirkasiga 3 dona tuxum solib aralashtirilib, ana shundan ichish ham 1 osh qoshiq, 2 osh qoshiqdan ichish ham kuniga 2-3 marta qon miqdoriga yaxshi foydali usullardan biri hisoblanadi, ya'ni sharbatlardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi arpani maydalanganini olasiz va bunga ayron qo'shasiz, ya'ni ayronga qo'shib ozroqini qaynatasiz. 1 piyola arpa uniga deylik 1 litr ayronga solib, uni 600 gram bo'lguncha qaynatasiz va bundan 1-2 piyola kuniga suv seganda ichaverasiz. Sahar uchun yana bir usullardan biri ko'proq, yaxshiroq dam olish, uxlash, ko'proq chanqash va peshobga ko'p chiqishni oldini oladigan tadbirlardan biri hisoblanadi. Keyingisi anor guli. O'zimizda yeydigan anorimiz bor. O'shani gul ochganda o'sha gulidan yig'ib qo'yib choy damlab ichish ham saharga yaxshi foydali o'simlik gullaridan biri hisoblanadi va qizil gul. Qizil gul deganimiz bu atirgulni g'uncha, hali atirgul ochilmasi oldin g'uncha holatiga kelgandagi holatini olib, soya salqin joyda quritib, bitta idishga olib qo'ysangiz, sahar uchun kerakli o'simlik gullaridan biri hisoblanadi. Keyingisi qatiro degan yelimimiz bor. Bu o'zimizda bo'lmaydi, issiq davlatlardan keltiriladi. Bu yelimdan ham choy damlab ichish mumkin yoki til osti, til ustiga kapalab, nostek deymiz, shuni tashlab, o'xshatish ma'nosida aytyapman. Tashlab yurish ham saharga yaxshi foydali o'simlik yelimlaridan biri hisoblanadi. Keyingisi qovoq suvi, ya'ni kadining suvi. Kadining suvi ham sahar uchun yaxshi foydali hisoblanadi. Jigar uchun, sahar uchun, ko'zni quvvati uchun, ichki a'zoni tozalash uchun juda samarali o'simlik hisoblanadi, o'simlik suvi hisoblanadi. Keyingi o'simligimiz taboshir degan o'simlik bor. Ya'ni o'simlikni tuschasiga o'xshash o'simlik hisoblanadi. Bundan ham buni ko'proq xalq taomga qiziqadigan insonlar biladi. Ana shundan ham kapalab yurish, ya'ni til ostiga tashlash yoki bo'lmasa 1 choy qoshiqni 1 litr choynikka damlab asal qo'shib ichib yurish ham yaxshi foyda qiladi. Faqat bu biroz sovuq bo'lgani uchun buyrakda tosh paydo qilishi mumkin. Chunki shunga moyillik olib keladi, shuning uchun ham asal bilan ichiladi. Keyingi esa achchiq anor suvi, ya'ni sho'r anor suvi hisoblanadi. Bundan ham ichib turish ham sahar uchun yaxshi foydali bo'ladi va bodring suvidan ham foydalanish sahar uchun foydali hisoblanadi. Keyingisi yaxshi hayvon turlaridan biri daryo qisqichbaqasi. Xo'p, bu ham sahar uchun foydali go'sht turlaridan hisoblanadi. Keyingi esa tol jingaklari, tok jingaklari. Tokni bilamiz, ya'ni uzumni buralib o'sib, osilib chiqadi-yu, barglaridan chiqib. Ana shu ham sahar uchun foydali o'simlik turlaridan hisoblanadi. Xo'p, keyingisi esa behi guli, olma guli va do'lana guli ham, ravoshli guli ham sahar uchun foydali o'simliklar gullaridan hisoblanadi.
Bu o'simliklarni yozib olib, foydalanib ichib yursangiz, boshqa kuchli dorilar xudo xohlasa avvalo Alloh kerak bo'lmaydi. Keyingisi esa g'ura, ya'ni tut deymiz. Tutni suvi ham sahar uchun foydali hisoblanadi. Hop, qizil tasma o'simligi, buni ham izlashtirasiz. Bu ham sahar uchun foydali o'simliklar biridan hisoblanadi va bu ma'lum mashhur o'simliklar mevasidan biri, po'stlog'idan biri anor po'sti ham sahar uchun yaxshi o'simlik po'stlaridan hisoblanadi. Qarang, ko'zga ilmaymiz, lekin juda ta'siri yaxshi. Ma'lum mashhur ko'p insonlar biladi, hozirda ko'plab videolar tarqalyapti. Kundur yelimi. Bitta daraxtning yelimidan olingan, daraxtdan olingan kundur yelimi hisoblanadi. Bu ham saharga foydali. Buni qanaqa ichish mumkin? Ko'proq hamma joyda har xil retseptlar aytilyapti. Soddaroq foydalanib yurish uchun meni shaxsiy o'zimning fikrim, yarim choy qoshiqcha kundurdan olib, bir stakanga solib, 150 gram, 200 gram qaynagan suv solib, shuni damlab qo'yiladi va issiqroq holatda bo'lganda 2-3 bo'lib ichiladi. Xo'p, keyingi esa moza degan o'simligimiz bor. Moza o'simligimiz ham sahar uchun yaxshi foydali meva o'simliklardan biri hisoblanadi. Buni maydalab choy qilib damlash mumkin yoki bo'lmasa 100 gram asalga 20 gram miqdorda qo'shsa ham bo'ladi yoki 10 gram moza qo'shib aralashtirib qo'yib bundan foydalansa ham bo'ladi. Asallar dan yeyish saharga toza asal bo'lishi kerak. Shakarli asallar qon miqdorini o'zgartirib yuboradi. Yuqorida qo'shiladigan asal deganimiz ko'proq asosan toza asal bo'lishi yaxshiroq hisoblanadi. Endi qon miqdoridan foydali bo'ladigan o'simlik turlarini aytib o'tdik. Bu juda sizga manfaatli bo'ladi, foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ko'p insonlar turli xil tabletkalarni olib foydalanib, qon miqdoridan nolib yuradi va majbur bo'ladi undan baland darajada bo'ladigan dorilardan foydalanishga. Yuqorida qancha o'simliklarni sanab o'tdik, bulardan uncha uzoq vaqt ketmaydi, uncha ko'p mehnat talab qilinmaydi, lekin samarali, o'zingizga kerakli tabiiy giyohlar bosqichi, ya'ni turini tanlab tayyorlab qo'yishingiz mumkin. Xo'p, sahar deymiz, qandli diabet deymiz. Bu asosan nima jarayon kechadi? Bu haqida men qisqacha sizga tushuntirib o'taman. Qandli diabet, ya'ni saharni diabet. Qonda qand miqdorining baland bo'lib oshib ketishi va siydiqda ham ayrim holatlarda qandning oshib ketishi. Bunda asosan nima rol o'ynaydi? Bizning zamonaviy tibbiyotda oshqozon osti bezidan insulin yaxshi ajralmayapti deb fikr beriladi. Ya'ni oshqozon osti bezidan insulin ajralmayapti. Yoki qisman ajralyapti yoki bo'lmasa umuman insulin tashqaridan olishga muhtoj bo'lib qolyapti ajralmagani uchun. Endi qarang, hozir vaqtda asosan buni ulug' ustoz tabiblarimiz asosan nima bilan bog'lagan? Qaysi a'zo? Oshqozon osti bezidan tashqari, ya'ni bundan boshqa buyrak kasalligiga daxldor kasallik hisoblanadi. Ya'ni faqatgina oshqozon osti bezi emas, sahar qandli diabet bu buyrak kasalligi, asosan buyrak kasalligi deb yuritiladi. Chunki o'zimning shaxsiy fikrim, qolgan insonlarni, hamkasblarni fikrini hurmat qilgan holda buyrakdan insulin chiqib, oshqozon osti beziga borgandan so'ng u yerda insulinga aylanadi va bu narsa qondagi qon miqdorini normallashtiradi. Buyrak faoliyatini daxli katta, chunki buyrakda zaifligi qon miqdorini keltirib chiqaradi. Yoki buyrakda usti bezini sovib ketishi buyrakda tanadagi qon miqdoriga juda katta daxli bor. Demak, shu vaqtgacha tajribalarimizdan kuzatamizki, saharni diabet, qandli diabetdan noliydigan aksariyat insonlarda buyrakda kamchiliklar paydo bo'ladi, ya'ni nuqsonlar paydo bo'ladi. Ya'ni ularda xo'p deylik, sovuq tortishi, pielonefrit, buyrak jomi yallig'lanishlari, buyrak pardasining yallig'lanishlari, buyrakning o'zining mizojini sovib ketishi, unda peshobning me'yorda ajrata olmasligi, filtratsiya qila olmasligi kabi holatlar bu qon miqdorini bilan bog'liqligi juda katta. Bizda faqatgina insulin oshqozon osti beziga qilingani uchun yoki bunga qaratilgani uchun, buyrak davolanmagan uchun qon miqdoridan natijalar ko'p insonlarda, tabiblar yoki vrachlarda, doktorlarimizda natija kamroq bo'lyapti. Men tavsiyamki, fikrim shuki, agar shu buyrak bilan birgalikda davolash qilinsa, saharni diabetda, qandli diabetda natijalar juda yaxshi bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz qon miqdori bo'yicha edi. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyalarda qoldirsangiz, vaqt topib, Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz.
Bizni YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Buni ko'p videolarimizni so'ramaymiz va videolarimizga like bosib qo'llab-quvvatlasangiz, Xudo xolasa yuqoridagi giyohlarni, sahar uchun kerakli, qandli diabet uchun kerakli giyohlardan xalqimiz eshitib, qimmat-qimmat qayerda chet elda dorilarga aldanib qolmasdan, shu sodda o'simliklarimizdan foydalansa, Alloh bir shifo bersa ajab emas. Yaratgan shifoni xastadan ham beraveraman degan. Shuning uchun bu choylar, bu malhamlar, bu tabiiy gul o'simliklardan qand miqdori uchun ajoyib tarkibli choy taxlab olsangiz ham ajab emas. Keyingi videolarimizga ko'rishguncha omon bo'ling. Videolarimizga like bosing va buni qandli diabet bo'yicha og'riydigan, bezovta bo'ladigan va uni oldini olib yuraman degan insonlarga jo'natib qo'ying. Manfaatli bo'ladi degan umiddamiz.